Hurmatli ijod ahli, madaniyat va san'at vakillari, jamiyatimiz taraqqiyotida juda muhim bo'lgan bir masalaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Ba'zan bizda milliy ruh yetishmaganday bo'layapti. Sahna asarlari bor, lekin kuchli ta'siri yo'q. Qo'shiqda ovoz bor, lekin xalqning o'tkir nafasi sezilmayapti. Kinoda harakat bor, lekin xalqning dardi, g'ururi ko'rinmayapti. Ba'zi asarlarda shakl bor, lekin katta g'oya yo'q. Eng xavfli narsa, ayrim yoshlar o'z milliy qahramonlardan ko'ra begona obrazlarga ko'proq ergashayapti. Boshqalarning g'oyasi bilan fikrlayapti. Milliy o'zligimiz va ruhiyatimizni ifodalash uchun ijod va san'atdan ta'sirliroq va kuchliroq vosita yo'q desam, hammalaring qo'shilsalaring kerak. Bu haqiqat. Shu bois milliy ruhni uyg'otadigan san'at kerak. Xalqni ilhomlantiradigan adabiyot kerak. Yoshlarga faxr va iftixor beradigan kino kerak. Qalblarni jo'mboshga keltiradigan musiqa zarur. Bitta misol keltirmoqchiman. Xalqimizning sevimli shoiri Erkin Vohidovning O'zbegim qasidasi mustabid tizim davrida milliy g'ururimizni qanchalik ko'targanini hammamiz eslaymiz. Chin vatanparvarlik madhiyasi bo'lgan mana shu qasida butun bir millatni uyg'otib, xalqimiz qanday buyuk ajdodlarining davomchisi ekanligini chuqur anglashga xizmat qilgan. Hozir ham xalqimiz ko'nglida vatanga muhabbat, millatga sadoqat ruhini uyg'otadigan, katta islohotlarimizni odamlarga yetkazib beradigan qasida, qo'shiq va romanlar, spektakl va filmlar yaratadigan ijodkorlar ko'p. Shu bois har yili bu yo'nalishda ham tanlovlar o'tkazib boramiz. Grand Prix sohiblarining ijodini yanada qo'llab-quvvatlash uchun grantlar berib qaror qabul qilamiz. Hozirgi kunda muloqot qilish, axborot olish elektron platformalarga ko'chib, odamlar orasida raqamli madaniyat ommalashyapti. Shunday sharoitda internetdagi yod g'oyalarga qarshi ma'naviy immunitetni shakllantirish uchun ijodkor ziyolilarning raqamli maydondagi ovozi balandroq yangrashi zarur. Shu bois yangi tashkil qilinayotgan 21 ta ijodiy birlashma puxta tayyorgarlik ko'rib, yiliga kamida 4 marta tanlovlar o'tkazsa, hozir juda dolzarb bo'lgan mahalla va jamiyatdagi birdamlik, oilaning mustahkamligi, tabiatni asrash, atrof muhitni toza saqlash, sog'lom turmush tarziga amal qilish, isrofgarchilikni oldini olish, eng asosiysi odamlar qalbida shukronalik, islohotlarga daxldorlik, milliy g'urur tuyg'usini kuchaytirish kabi mavzularda ta'sirchan asarlarni ko'paytirsalar, birgalikda bir taklif bersalaring, men sizlardan juda minnatdor bo'lardim. Buni birlashmasak qilolmaymiz. Faqat sizlar ziyolilar bilan buni amalga oshiramiz. Bugungi tadbirimizda qatnashayotgan el yurtda katta hurmat va e'tibor qozongan ziyolilarimiz bu ishlarga o'zlari bosh qosh bo'lib, butun xalqimizni men O'zbekiston farzandiman degan ezgu g'oya atrofida birlashtiradilar deb ishonaman.